Qizishlik mavzusini o'tishimiz uchun, o'quvchilarga tushuntirib berish uchun mana hozir Urganch davlat pedagogika instituti 1-kurs fizika yo'nalishi talabalari oddiy xo'jaligimizda, kundaligimizda har kuni ishlatiladigan buyumlar va jismlardan foydalangan holatda qizishlikni aniqlash usullarini qo'llab o'quvchilarga dars o'tib, fizikaga o'quvchilarni bo'lgan qiziqishini uyg'otish maqsadida oddiy tajribalar yo'li bilan amalga oshirilmoqda. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi zishlikni aniqlash. Biz bu mavzuga doir bo'lgan laboratoriya ishimizni uy sharoitida kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz orqali bajarmoqchimiz. Uning uchun bizga shu uy sharoitida ishlatiladigan piyoz va kartoshka va mandarinimiz kerak bo'ladi va 7 ta 1 xil stakanimiz ham kerak bo'ladi. Shu 7 ta 1 xil stakanimizni taxlab olamiz. Mana stakanlarimizni taxlab oldik. Endi bu stakanlarga suv quyib chiqamiz. Mana suvlarimizni ham solib oldik. Endi tajribamizni boshlaymiz. Buning uchun bizga birinchi navbatda shu sharoitda ishlatiladigan kartoshkamiz kerak bo'ladi. Kartoshkani suvga solamiz. Ko'rayotganingizdek kartoshkamiz cho'kdi. Kartoshka nima uchun cho'kadi? Chunki kartoshkaning zichligi suvning zichligidan katta bo'lganligi uchun kartoshkamiz cho'kadi. Endi piyozimizni ham suvga solib ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek piyozimiz cho'kmayapti. Nimaga? Chunki piyozimizning zichligi suvning zichligidan kichkina bo'lganligi sababli piyozimiz cho'kmaydi. Endi mandarinimizni ham suvga solib ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek mandarinimiz ham cho'kmayapti. Mandarinimizni ham zichligi suvnikidan kichik bo'lganligi sababli mandarinimiz ham cho'kmaydi. Endi archigan mandarinni suvga solamiz. Ko'rayotganingizdek archilgan mandarinimiz suvda cho'kadi. Endi esa piyozimizni suvga solib ko'ramiz. Ya'ni archilgan piyozimizni suvga solib ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek piyozimizni archiganimizda ham cho'kmadi. Endi esa piyozni postini suvga solib ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek piyozni posti ham suvda cho'kmaydi. Bunga sabab nimada? Ko'rib turganingizdek piyozni archiganimizda ham cho'kmadi, archimaganimizda ham cho'kmadi. Bunga sabab piyozning o'zini ham, ya'ni postini ham zichligi suvnikidan ancha kichik bo'lganligi sababli cho'kmaydi. Endi mandarinimizni postini ham suvga solib ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek mandarinimizni posti suvda cho'kmadi, lekin o'zi esa suvda cho'kdi. Bunga sabab nimada? Chunki mandarinimizning postini zichligi suvnikidan ancha kichik, o'zini zichligi esa suvnikidan katta bo'lganligi uchun mandarinimizni archiganimizda cho'kadi. Fizika yo'nalishi kelajakda tez kunlarda desak ham bo'ladi. Urganch shaharining bir nechta umumta'lim maktablariga 4+2 amaliyotiga chiqish uchun hozirdan mana shunday tajribalari bilan o'quvchilarni fizikaga qiziqtirish uchun tayyorgarliklar ko'rib qo'ymoqda. Bu laboratoriyalar hozirgi kunda respublikamizda o'qilayotgan barcha umumta'lim maktablarda fizika og'ir, qiyin fan bo'lgani uchun ham qiziqish birmuncha susayib qolgan. Shu qiziqishlarni yanada tiklab ko'tarish uchun bu tajribalarni talabalarimiz 4+2 amaliyotida o'zlariga berkitilgan sinflarda fizika darslarida qo'llash uchun tayyorgarliklar ko'rib, hozirdan shu narsalarni yig'ib, jamlab tajribalarni YouTube kanallariga qo'yishni maqsad qo'ygan.